Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan TradeWay kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida trade qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bilasizlar, bundan oldingi videoda biz $20 balansimizni $147 qilgandik. Bugun xuddi shu balansimizni yana ko'paytirishga harakat qilamiz. Faqat maksimal summa bilan emas, biz $10, $20lik сделкаlar ochib, $40-50 foyda qilishga harakat qilamiz. Undan keyin bemalol bugungi stop qilsak bo'ladi. Demak, biz birinchi bo'lib valyutniy paralarni ko'rishimiz kerak, ya'ni bozordagi yaxshi holatni aniqlashimiz kerak. Undan oldin summani qo'yib olamiz. Biz 1 daqiqalik сделкаlarga kiramiz va $20 bilan. Demak, boshqa valyutniy paralarni ko'rib chiqishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bundan oldingi chizgan liniyalarimiz hali ham turgan ekan. Mana boshida bu уровень сопротивления liniyasi bo'lib kelgan va ko'rishingiz mumkin. Bozor yorib tepaga o'tib ketgan va bu liniya уже bizga уровень поддержки liniyasini bajaradi. Shu liniyaga kelib teganda biz bemalol tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Demak, yaqinda buzib o'tib ketgan ekan, kelinglar shu liniyaga kelib test qilgunigacha biz boshqa valyutniy paralarni ko'rib, boshqa valyutniy paralardagi holatlarni aniqlab chiqamiz. Mana bu yerda ham ko'rib turganingizdek, yaxshi holat bo'lgan, понижающий trend bo'lgan va bozor yana yorib tepaga o'tib ketgan. Endi pastga kelib tegsa, biz yana tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Ungacha boshqa valyutniy paralarni ko'rishimiz kerak. 1 minutlik svichada turibdi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, понижающий trend bor. Kelinglar, shu yerda biz 1 daqiqaga pastga qarab сделка ochamiz. Nega pastga qarab сделка ochishing desanglar, bu yerda aytib o'tgandek, bizda понижающий trend bor, ya'ni bozor pastga qarab harakatlanyapti. Shuning uchun biz trendga ergashgan holda pastga qarab 1 daqiqaga сделка ochdik. Agar bu сделкamiz bizga plusga yopilmasa, bemalol martingale strategiyasi bilan biz yana pastga qarab dagon qilishimiz mumkin. Demak, yaqinlashtirsak ko'rib turganingizdek, biz maksimalniy уровеньda сделкаga kirgan ekanmiz va shu yerda уже bozor atkat bo'lib, bozor tepaga qarab yurishni boshladi. Bu yerda сделкamiz yopilishiga 22 soniya bor. Ko'rib turganingizdek, сделкamiz hozirda minusga qarab ketyapti. Aytib o'tgandek, martingale strategiyasini qo'llab biz yana bir marta pastga qarab сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Aytib o'tgandek, понижающий trend bor, biz trendga ergashgan holda bemalol сделкаga kirsak bo'ladi. Agar biz 100% уверенный сделка ochmoqchimiz desanglar, mana shu liniyaga tegishiga sizlar сделка ochishinglar kerak. Demak, mana shu liniyaga teganda pastga qarab ochsanglar bo'ladi. O'shanda sizlar 100% уверенный сделкаga kirgan bo'lasizlar. Demak, bozorni yaqinlashtirsak ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilishiga 14 soniya qoldi va hozirda сделкamiz agar shu liniyada yopilsa bizga pulimizni vazvirat qilib beradi. Ko'rib turganingizdek 27 soniya bor ekan сделкamiz yopilishiga va bozor pastga va yana tepaga impuls bilan yurib ketdi. Demak, agar bunda ham yopilmasa, уже biz balansimizga bor summani qo'yib bemalol сделка ochsak bo'ladi. Скорее всего, bozor baribir pastga qarab yurib ketadi. Demak, ko'rishingiz mumkin, hozir bozor bitta liniyada qotib qolyapti, volatilnisi yo'q bozorda. O'shaning uchun ko'rishingiz mumkin, bozor bitta liniyada qotib qolyapti. Mana sekin pastga qarab yurishni boshladi. Oxirgi soniyalarda bizani balansimizni vazvirat qilib berdi. Demak, biz yana $40 bilan pastga qarab сделка ochsak bo'ladi va yana bir marta сделка ochib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, bozorda volatilность kam, hozirda bitta точкада turibdi. Kelinglar, biz videoni tezlashtirib natijani sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Mana сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi. Ko'rib turganingizdek, bozor impuls bilan pastga yurib ketdi va bu сделкamizni bizga plusga yopib berdi va balansimizda $164 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda почти $20 biz daromad qildik. Aytib o'tgandek, bizda понижающий trend bor edi, bozor pastga qarab harakatlanyotdi. O'shaning uchun biz pastga qarab сделка ochdik va bizning сделкamiz ikkinchisi plusga yopilib berdi. Buni ustida sal vohliroq kirib qo'ygandik. Ko'rib turganingizdek, bitta mana switch yashilga yopildi. Bu hammani chalg'itdi, bozor tepaga ketadi deb o'ylashdi va shu yerda ko'rib turganingizdek, bozor yana bizga impuls bilan pastga qarab yurib ketdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, minimumlarni yengiladi, endi yana ozgina tepaga yurib, yana maksimumini yengilaydi va yana pastga qarab yurib ketadi. Kelinglar, biz bundan oldingi valyutniy paralarimizdagi holatlarni ko'ramiz. Demak, bizning liniyamizga bozor kelish kerak edi. Ko'rib turganingizdek, mana уже sekin bozor pastga qarab yurishni boshlayapti. Bu yerda ham tepaga qarab yurib keta olmayapti. Kelinglar, pastga qarab 1 daqiqalik сделка ochib qo'yamiz va ko'rishingiz mumkin, xuddi boyagidek bitta switch bizga tepaga yurib berishi mumkin. Undan keyin bozor bizga yana pastga qarab yurib ketadi. Mana shu liniyamizni bozor bizga test qilib berish kerak. Demak, kelinglar, biz bundan oldingi valyutniy paramizni ko'ramiz. Bunda ham ko'rib turganingizdek, volatilность kamaydi va bozor pastga qarab tushib keta olmayapti. Bu yerda biz 1 daqiqaga tepaga qarab ochib qo'ysak ham bo'ladi, lekin bu liniyamiz ham bor. Bozor shu liniyamizga qaytib teg berish kerak. Demak, aytib o'tganimdek, bu liniya уже bizga уровень поддержки liniyasi hisoblanadi. Demak, bundan oldingi valyutniy paramiz
сделкamizni biza izbiriniga olib qo'yamiz holatni ko'rib turish uchun. Ko'rib turganinglardek bu сделкamiz bizaga minusga ketayotgan ekan. Bozorni yaqinlashtiramiz. Сделкamiz yopilishiga 12 soniya qoldi va oxirgi sekundlarda bozor pastga qarab yurib beryapti. Hozir lekin impuls bilan yana tepaga qarab yurib ketishi mumkin. Mana 4 soniya qoldi bizning сделкamiz yopilishiga. Bu сделкamiz adashmasam bizaga oxirgi soniyalarda plusga yopilib berdi. Demak, ko'rishingiz mumkin balansimizda $182 bo'ldi. Agar biz yana bitta plusli сделка ochsak, bemalol bugungi targovli sessiyamizni tugatsak bo'ladi. $50 dan ko'p foyda qilgan bo'lamiz. Xuddi bundan oldingi valyutning paradagi vaziyat bitta aytib o'tganda yashil svicha bozorda ko'pchilikni chalg'itib beradi va aytib o'tganda yana mana shu liniyamizga qarab bozor pastga qarab yurib beradi. Ikkinchi сделкamizni ham ochdik, bozor yaqinlashtirsak ko'rib turganinglardek bozor pastga ham uncha tushib ketolmayapti, lekin mana shu svicha oxirgi soniyalarda bizaga yashilga yopilib berishi ham mumkin. Agar qizilga yopilsa mana mo'lud bo'ldi. Bu svichamiz ham bizaga qizilga yopilib berish kerak. Demak, tepadagi holatni ko'rib turibmiz. Kelinglar biz to'xtab qolmaslik uchun keyingi valyutning paralariga o'tamiz. Bu yoqda hali ham понижающий trend bor. Aytib o'tgandek minimumini yengiladi. Endi mana maksimumni ham yengillashga sekin tepaga qarab yurib ketyapti. Demak, boshqa valyutning paramizga o'tamiz. Mana bu yoqda ko'rib turganinglardek liniyamizga tegib, уровень сопротивления tegib bozor уже pastga qarab ketayotgan ekan. Bu yoqda уже biz kech qoldik. Demak, bu yoqda повышающий trend bor. Bozor ko'rib turganinglardek tepaga qarab harakatlanyapti, lekin bunaqa vaziyatlarda kirishga sizlarga tavsiya etmayman. Mana ko'rib turganinglardek yana bizaga bozor impuls bilan tepaga qarab yurib ketgan. Shu liniyamizga tegsa yana biz bemalol сделка ochishimiz mumkin. Endi yana bitta $40 bilan сделка ochib plusga yopsak bo'ldi. Biz bugungi targovli sessiyamizni bemalol tugatsak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek 5 minutlik svichaga oldik. Bitta svicha bizaga tepaga qarab yurib beryapti. Bu yoqda kelinglar biz 2 daqiqaga pastga qarab сделка ochamiz. Nega pastga qarab desanglar, aytib o'tgandek mana bitta bizaga 5 daqiqalik svichada qizil svicha ochilib berilgan va yashil svicha ko'rib turganinglardek tepaga qarab yurib beryapti. Hozir bozor yana bizaga pastga qarab yurib ketish kerak yoki mana shu liniyani retest qilib bizaga bozor pastga qarab yurib beradi. Kelinglar biz svichani yana 1 daqiqaliga o'tkazamiz. Tepadagi holatni ko'rib turibmiz. Bu сделкamiz yopilguncha biz yana boshqa valyutning paralarda yaxshi vaziyatlarni qidirib turamiz. Demak, bu valyutning paramizda yana bozor bizaga sekin pastga qarab yurishni boshladi. Kelinglar boshqa valyutning paralardagi holatlarni ko'ramiz. Mana bu yoqda boya ko'rsatib o'tganimdek повышающий trend bor. Bozor har ko'tarilganda maksimumni yengillab ketadi. Hozir уже maksimumga tegdi adashmasam va yana bozor ozgina pastga qarab yurib ketish kerak. Demak, boshqa valyutning paraga o'tib ko'ramiz. Bu yoqda sizlarga bitta ikkita liniya chizib ko'rsatib beraman. Mana bu yoqda уровень поддержка bor. Ko'rib turganinglardek bozor shu liniyaga tegib yana tepaga qarab harakatlanyapti. Lekin ko'rishimiz mumkin bu yoqda треугольник vaziyati ham bor. Треугольник nima desanglar, mana ko'rib turganinglardek bozor mana shu liniya bo'yicha harakatlanadi. Keyin oxirida qaysi tarafga buzib chiqib ketsa, o'sha tarafga qarab biz сделка ochishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek hozirda bozor mana shu ikkita liniyani ichida ozgina harakatlanib turadi. Uchrog'iga kelganda pastga yoki tepaga buzib o'tib ketadi. Demak, bundan oldingi valyutning paramizda ham ko'rib turganinglardek bizaga сделкamiz plusga yopilyapti. Ikkinchi сделкamiz ham $40lik сделкamiz ham bizaga ko'rishingiz mumkin minusga qarab yopilyapti. Demak, bozor tepadagi liniyani retest qilar ekan. Demak, biz foizliga o'tkazamiz, balansimizga 100% summani qo'yamiz. Bitta сделкamizni hozir plusga yopsak, shu buyog'iga biz 100% yaxshi daromadga chiqqan bo'lamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin mana shu liniyani bozor retest qilyapti. Mana bu svicha ham o'zi bizaga bozor o'zini holatini o'zgartiryapti degan ma'noni anglatadi. Kelinglar bu yoqda yana biz 2 daqiqaga pastga qarab сделка ochib qo'ydik. Nega desanglar, liniyaga yaqinlashib qoldi va bizaga mana bunaqa yaxshi svicha chiqib berdi. Buni mo'lud desa ham bo'ladi yoki bozor o'zini holatini o'zgartiradi degan ma'noni beradi. Ko'rib turganinglardek уже bizaga yashil svicha chiqib bera olmayapti. Biz bemalol 1 daqiqalik сделка ham ochsak bo'lardi. Bu сделкamiz yopilsa bizaga $235 plus bo'lib kelar ekan. Kelinglar biz сделка bo'limini ochib, hozir сделкamiz yopilishiga 1,5 minut qoldi. Biz videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 7 soniya qoldi va bu сделкamiz bizaga 100% plusga yopilib beradi. Demak, bozor uzoqlashtirsak ko'rishingiz mumkin biz maksimum liniyasini ushladik. Yana men bu svichani aytib o'tgandim, shu svicha уже bozor holatini o'zgartiradi degan ma'noni beradi degandim. Nega bunaqa desanglar, ko'rib turganinglardek bozor impulslar bilan yashil svichaga yopilgan va bu yoqda уже bozor tepaga ko'tarila olmagan va oxiri badani kichkina bo'lib qizil bo'lgan va shu yoqdan уже bozor pastga qarab ketishi bizaga anglatadi. Agar shunaqa svichalarni ko'rsanglar,
bozor 90% o'zini holatini, ya'ni yo'nalishini o'zgartiradi degan signalni beradi bizaga. Demak, balansimizda 235 dollar bo'ldi. Videoni boshida 147 dollar bor edi. Sizlar bilan birgalikda video davomida biz 88 dollar sof foyda qildik. Bugun Telegram kanalimga bu saytdan 110 dollar yechib ko'rsatgandim va kelib tushgan skrinshotlarni ham tashab qo'yganman. Sayt ishonchli, bizga pullarni 100% to'lab beradi. Agar xohlovchilar bo'lsa, bemalol sizlar ham kirib analiz qilishni bilsanglar, trading jihosiga qiziqsanglar, bemalol xuddi shunaqa texnik analiz qilib, sizlar ham сделкаlar ochib pul ishlashinglar mumkin. Demak, agar sizlarga bu sayt haqida ko'proq ma'lumotlar va informatsiyalar kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz silkasi video opsiyasida bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.